Assalomu alaykum mashina ishqibozlari, sizlar Ruslan o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Ruslan o'z kanalida aziz do'stlar, avtosentr ya'ni Jetour Buxoro avtosalonidagi bugungi yangiliklarni qo'limizdan kelgancha albatta yoritib beramiz. Qanaqa yangiliklar bor, mashinalarni kelib qarab ketishlaringiz mumkin. Mana bir bo'ydan chiroyli mashinalar. Manzilda aytib o'tadigan bo'lsa, manzilimiz Buxoro viloyati Gazli shohsi ko'rib turganlaringizdek yo'l ustiga mana bu tomondan Qashqadaryodan kelishga mana shu razvorot, nazoratdan shunday burilganlaringizdan avtosentr yozib qo'yibdi. Jetour Buxoro bo'lgan hozir. Mana Jetour Buxoro avtosaloniga kelib mashinalarni xarid qilishingiz mumkin. Bu tomoni Xorazmdan kelishga o'sha nazoratdan qilib ketyapti mashina. Xorazmga qarab o'sha yonginasida Jetour Buxoro. Ekranga telefon nomerlari qoldirilgan. Bemalol telefon qilib gaplashib kelishlaringiz mumkin. Siz so'ragan rangdagi mashinalar yoki siz so'ragan mashinalar bo'lishi uchun albatta telefon qilib ma'lumotlar olib keyin yo'lga otlaningizlar. Chunki yolg'onchi bo'lib qolishni men ham xohlamayman, avtosalon xodimlari ham xohlamaydi. Chunki bu yerda mashina keladi, sotiladi, keladi, sotiladi. Siz kelgan vaqtda o'sha siz ko'rsatgan mashinani bizga ko'rsatgan mashina sizga bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun telefon qilayman, boryapman, mana shu mashina turibdimi, olaman deb kelsalaringiz o'shasi bizga ma'qul bo'ladi. Biz hozir ichkaridan kirib videoni boshlaymiz. Jetour Buxoro avtosaloni Muhammad aka bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Temisiz? Yangiliklarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Muhammad aka arzondan boshlaylik aka birinchi. Qanaqa akajon keling, X50 modeldan boshlaymiz. Arzondan. Xo'p. O'zi pastda hammasi bir xil arzonlashib qoldi-ku. Haqiqatan arzon bo'lib boryapti. X50 modellarimiz bu hozirgi premium pricesi. Xo'p, 280 million so'm mashinaning tannarxi. Xo'p, oyning oxirigacha bo'lsa, skitkada 273 million so'mga chiqarsa bo'ladi. Buni naqd avtokredit bilan xarid qilsa bo'ladi. Bunda rasochkamiz hali yo'q. Chunki o'zi yangi model, narxi yengil bo'lgani uchun hali ochilmagan. Buni 260 millionlik variantimiz ham bor. Birinchi pozitsiyasi bu luxury komplektatsiya bo'ladi. Uni skitkasi bilan 253 million 500 ming so'm. Shunda kreditga deyapsiz, kreditga o'rtacha qancha summa olib kelsa, olib chiqib ketsa bo'ladimi? O'rtacha 25% bilan hisoblab olib chiqsa bo'ladi aka. Shu summa kreditda 5-6 ming dollar bilan ishi bitadi. Oylik to'lovlarida baland chiqib ketmaydi. Yo'q. Gruba 500 dollargacha. Aziz do'stlar, shu atrofda chiqadi. Bir narsa Atigi bitta pasport bilan chiqarsa bo'ladi. Men demoqchiman, ko'chadan ham misol uchun bironta mashina yomonlash niyatim yo'q. Eskiroq mashinani olib shu 5 million ham to'lab yuribdi-da. Shunda aka, o'z Cobalt Gentraga ham 5-6 million, 7 millionlab to'layapti masalan. Yangi mashina, pachka mashinani olib, endi taklif qilish bizdan qaror. Endi narxiga nisbatan o'zini konkurentlardan ancha ustun aka. Endi funksiya jihatdan solishtirsangiz ko'p farq qiladi. Funksiyalarni hammasini oldingi videolarda aytib o'tganmiz. Hozir vaqt cho'zib yuradi. Shunday. Asosiy farq shu lyukda bo'ladi. Lyukda, diskasida, kamerada bo'ldi. Boshqa farq shu 1.5 turbina. Motor 1.5 Nemetskiy motor. Hop, bu yoqda o'sha X70 modelimiz bor. U yoqda ham bor. 70 ni komfort pozitsiyasi bu 299 million so'm. Hozirgi dani momentdagi narxi. Xo'p, buni bu ham xuddi shunaqa naqdga yoki avtokreditga xarid qilsa bo'ladi. Skitkasi bilan 286 million so'mga chiqarsa bo'ladi. 286 nali shunday olib kelsa 286 ni olib keladi. Bo'ladi. Undan tashqari mani so'rab kelgan mijozlarimiz uchun xohlagan modellariga parok deydimi, polik, tonirovka, radiator zashda bonus qilib beramiz. Gaz-sensa nimalarni Muhammad Ali deb so'rab kelsalar, shunday akajon. Shunday, hammasini bonus qilib, chot qilib, chiroyli qilib beramiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu 7 o'rindiqli do'stlar. 7 kishilik oilaviy crossover akajon. Dani momentdagi o'sha skitkasi bilan xarid qilinsa 286 million so'm. Bu narxda, bu segmentda 7 kishilik oilaviy mashina yo'q. Biron joyda. Shunday, 286 million. O'sha uchun ham aka kuniga 10-15 tagacha sotamiz. Oyiga 300-400 tagacha chiqib ketadi misol. Buni rasxodi zo'r. Rasxod shahar ichida 7,5-8 o'ntagacha rasxod tutmaydi. Yo'q. Maksimum gazovat qilib haydalsa 8 ta rasxod qilish mumkin. Motor MPI bo'ladi, 100% gazga, metan, propanga ishlaydi. Do'stlar, Dani tarasaga 5,5-6 litr rasxod qiladi. Xohlang 260 milliondan boshlanadi. 5 ming sterlinlarni xarid ketadi. Jetour Buxoro avtosaloni xohlang ko'proq odam ortaman, to'ylarga. Shunda endi oilaviy bo'lsa bu yaxshi variant. Bu hozir
O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan, oldin O'zbekiston bir uchun. partiya keldi. Yo'q, O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan ekan. Xitoydan Bizani O'zbekiston. iqlimga, bizani yo'llarimizga moslashtirilgan. Mers hadovoylar qilingan, o'z zavodga shunaqa hadovoy, McPherson podveskada bo'ladi. Ballonlari ham aka 18 diska 60 protektorli ballon. Ballon almashtirib o'tamaysiz. Shunday. Oladimi? Necha Mana yil garantiya berilyapti? 5 yil 150 ming kilometr. 5 yil yoki 150 ming kilometr garantiya. Davom etamiz. Xo'p, bu o'sha X70 modelimizni Premium Plus versiyasi bu. Yangi komplektatsiya bu. Polni full varianti, matritsali LED farlar ishlatilgan bunda. Funksiya jihatdan pashti bir xil, lekin ancha farq qiladi. 318 million 500 ming so'm mashinaning tan narxi. Xo'p, buni ruldagi dizaynlari o'zgargan. E'tibor qilsangiz agar, rulda bagref qo'shilgan. Oldin labovoyda spiral qo'shilgan. O'zi istadi. Men bu yon oylar, bokoylarda ham spirali bor o'zida. Misol yomg'irli havoda bu o'zi qizitadi. Sideniyalar nimasi koja bo'ladi, upravleniyasi elektronlik, sozlash tizimi. Xo'p, bespirodniy zaryadga qo'shiladi и polniy 4 ta sideniyada abagrev qo'shilgan. To'rtala sideniya qizdiradi. Ha, orqalargacha ham qizdiradi. Mana olib ko'rsatsangiz bo'ladi. Oldin, orqa, labovoy, rul, bokovina hammasi qizdiradi. Funksiyalar hammasidan bor. Bu ham 7 kishilik model. Qo'ysangiz bo'ladi. Katta bagaj bo'ladi. Ko'tarsangiz bagajlar ochilib yopilishi elektronli bo'ladi. Bunda hozirgi olish tartiblariga keladigan bo'lsak, 50% to'lov bilan rasochka qilib olsa bo'ladi 1 yilgacha. 70% to'lab 2 yildan 4 yilgacha nasiya savdo qilib olinsa bo'ladi. 2 yildan 4 yilgacha nasiya savdoda olsa bo'ladi. Misol 25% eng kam boshlang'ich to'lov bilan imtiyozli avtokredit evaziga olsangiz ham bo'ladi. U 4%, 6% dan boshlanib, maksimum 20% gacha, 22% gacha ko'tarsa bo'ladi. Buni narxi qancha? 318 million 500 ming. Aytib berdim. Ayollarning yo'lda ko'ryapsiz. Ha. 25% dan boshlansa bo'ladi. 50-70% to'laydigan mijozlarimiz uchun rasochka qilib beramiz. Kelaverasizlar, Jetor Buxoro. Bu ham xuddi o'sha narsa, 299 lik Comfort paysamiz. T2 modelimizga keladigan bo'lsak, bu 2026 versiyadagi T2. Xo'p, men bu 26, kuzov 26 yozilgan-a bunda? Yo'q, kuzov 25, variantni o'zi 26. Ha. O'sha 26 kelganda ham mashina shu bo'ladi. Shu variant. Agar hozir mashinani xarid qilib 26 yanvarda texpasport olinsa, yili 26 bo'ladi. Даже men 70'lari ham shunday. Ha, unday. Ha, 1-2 oy kutib keyin texpasport nomeri olinsa, keyin оформление qilinsa, 26 chiqadi texpasport. Atak mashinaning o'zi kuzovi 26. Xo'p, bu T2 oldin farlar o'zgarish kiritilgan, xususanli far bo'lgan. Mana bu yoqlar sariq edi. O'zini rangida bo'lgan. Yangi svet bilan kelgan. Hozir mana diskalari, tepalarida sariqchalar ranglari bor edi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, o'shalar bir xil o'zini rangidan bo'lib qolgan. Bu modelimizda ham hozir 2 yildan 4 yilgacha nasiya savdo orqali xarid qilinsa bo'ladi. Xo'p, 50% to'lov bilan 1,5 yilgacha, 18 oygacha yana imtiyozli kreditlarimiz bor. Misol 25% dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lov 1 yildan 5 yilgacha olinsa bo'ladi. 2% lik ham bor, 4%, 8% ham bor, 10% ham bor. Bu to'lov bilan oylik to'lovi qancha chiqadi, yiliga qarab hisob-kitob qilinib beradi. Telefon nomerlariga chiqishsa, menejerlarimiz hisob-kitob qilib beradi. Narxi o'zgargan yo'q-a, lekin narxi yo'q, narxi o'sha damdagi hozirgi o'zini narxi 540 million so'm, skitka bilan 512 million so'm bilan olsa bo'ladi. Bizda o'sha nasiya savdoga ham, rasochkaga ham, avtokreditga ham bir xil narx, 512 million so'm. Narxiga narx qo'shilmaydi. Trading xizmatlari bor albatta. Trading hammasi o'zimizda kelinadi. Eski mashinani topshirib, yangisini 1 soat, 2 soatda xarid qilib olib chiqsa bo'ladi. Bir kunda ishlari bitadi aka. Eshitganlarda azizlar kecha birov so'rayapti, trading nima edi o'zi? Trading masalan haydab yurgan mashinangiz bor, masalan Cobalt bilan yuribsiz yoki Gentra yoki Tracker, любой mashina bilan yuribsiz, o'shani olib kelasiz, ko'rib, hisob-kitob qilib olamiz. Pulini naqd qo'lingizga sanab beriladi и mashinani bir kunda olib chiqsangiz bo'ladi. Bemashin qolmaysiz, masalan bozorga chiqarib, uni menimcha narx deb keyin sotib bo'ladimi yo'q. Hozir masalan JMda ham, bozorda ham savdo unchalik zo'r emas. Ko'p kishi уже kredit qilib olaman yoki variantga qilib bering. Bizda hammasi naqdga bitadi. Eshitganlarda o'zlaringiz minib yurgan mashinalaringizni olib kelib, hisoblatib, yangi mashinaga almashtirib ketishlaringiz mumkin. Albatta. Plus yana skitkalarini olish tartiblarini
yengillashtirib, plus bonuslarni ham chiroyli qilib beramiz. Keyin dashing so'ragan aka-ukalarimiz keladi. Dashing akajon kecha keldi, kechani o'zida ishonmaysiz bir tarali mashinani sotib qo'yapti. Mashina yo'q. Danni momentda endi telefonlashib tursa bo'ladimi endi? Nima? Telefonlashib tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi o'zi misol zalog tashlab yoki to'lovini qilib, qancha 5-10% to'lov qilib, mashina kelgandan keyin olib chiqsa bo'ladi. Chunki уже to'lov qilgan mijozlarimiz bor. Misol tekini boshqa ranglari o'zining ichida yo'q. 20 kun orasida keladi. Уже bunga aka kamida 30 milliondan 50 milliondan to'lov qilib qo'yganlar bor. Ochiratda kutadi. Bo'lmasa bunga to'lov qilib qo'yish kerak, birdan nalichida. Ha. Endi hozir bu nalichida. Boshqa rang bo'lsa, masalan, qora yoki boshqa rang bo'lsa, уже shu darajaga keldik aka, to'lovni qilib, ochiratda kutib, keyin mashinani oladi. O'zi xalqda shuncha kirib boryapti. Bu nimani sababchisi? Bu aka mashina yaxshi sotilishini anglatadi masalanda. Chunki sotilmaydigan yoki bir sifatsiz mashina hech qachon ochiratda kutilmaydi. Kutilgan narsa qadrli bo'ladi. O'zi salonga kirgandan ham birdan biladi, oldin kelganda mashina shunday tiqilib yotachi, misol uchun birov odamlar savol bo'lsa, hozir mana o'sha ko'rsatishga o'sha mashina yo'q bu. Shunday aka, даже salon ichidagina mashinani basada sotyapti. Bundan dalolat beradi, o'sha odamlarni shuncha kirib bo'lib har tutib yuboradi. Agar mashina ko'p bo'lganda ko'chalarga ham o'sha yotachi. Bir qator bo'ladi. Yo'q. O'zi ko'chaga e'tibor bersangiz ham, juda polni yangi mashinalarni terib qo'yardik, o'sha jim bo'lib qolgan. Ya'ni klientlar mashinasini olib kelib, nima qilib, mashina xarid qilyapti. Manimcha yetadi, Muhammad Ali aka, cho'zsa uni kino qilishimizga to'g'ri. Ha, shunday. Endi yana batafsil ma'lumot uchun, misol kim qanaqa modelga qiziqadi, qancha pul bor, o'shanga oylik to'lov qanchagacha chiqadi, misol uni aniqlash uchun telefon qilinsa yoki avtosalonga tashrif buyursa, batafsil tushuntirib, hisob-kitob qilinib, misol test drive qilinib, bitta haydab ko'rib, unga boshqa narsaga yetmaydi aka. Baribir mashinani his qilish kerak, qanaqaligini. U telefondan ko'rib boshqa bilan u bilan bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz. Biz hozir misol uchun kimni istasa qancha pul borligini bilmayman, hamma o'zini ehtiyojiga shunday. kreditga olamiz, telefon qilib ma'lumot olaverasiz hozir. Shunday, qancha puli bor, masalan, mana shuncha pulim bor. Unga masalan, endi baribir aytilmagan misol gaplar bo'lishi mumkin. Boshqa variantdan ko'ra, mana bu variantni olsangiz, masalan, qulayroq chiqishi mumkin degan fikrlar ham bo'ladi yo'q. Rahmat sizga ma'lumotlar. Akajon, charchamang. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.